keyin Assalomu alaykum. Ya, mana chachingiz zo'raqanda. Roltinmi chachingiz? hozir to'xtab tur. Makaron chach bo'lar-ku, shunday chach ekanda. Shunaqa. Futbolchimisiz? Futbolchi? Ha. Ha, futbolchiman, futbol o'ynayman. Ana tilpangizni bitta tilpon qilib olsam bo'ladimi? O'zi shunga so'rayman dedim-da. Kimsiz? Nima telefon kerak sizga? Men tilpanim yo'q-da, siznikidan bitta tilpon qilib olayin deyapman-da, yaxshilik Kimga qilgan. qilasiz? Akamga qilaman-da. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. 17 mi bu? Ha, 17. Ehtiyot bo'ling faqat. Xo'p. Men o'zim qilib beraymi? Yo, o'zim mashinam siznikimi? Ha, mashinam. Pulingiz ko'pmi? Pulim ko'pmi? Yo, o'ziga yarasha. Keyin yo, ana chachingiz ushlab ko'rsam bo'ladimi? Makrammi rostdan? Ishlab ko'rmoqchimisiz? Ha. Qiziq odam ekansiz. Telefon qilmoqchi edingiz. Mana chachingiz bor-ku, bizda pirchip bor-da, bida baylaydigan, shunga o'xshaygan, pirchipga o'xshaygan. Ha, xuddi o'sha. Shungami? Xuddi o'sha. Hozir baribir nimbiri ham esimda yo'q-da uning. Ha. To'g'risini aytsam, shunga ozroqgina pul berib Nima qildingiz hozir? men shu Men qarang. yo'q, men Sizdamisiz? yo, men o'zimdanman. Faqat kallamda ana bor-da, salgina suyuqlik bor-da. Ertalabga Ko'rib turibdi. bugun kechqurun bo'lsa, ertalab chiqolmay qolaman. Ko'rib turibdi. Qarang, mana mashiningiz anavlaringiz bor ekan, ozroqgina pul berib turing, yordam qilib turing, odamdan yaxshi qoladi-ku. Siz uni tilam nima? Yo, tilamchi emasman. Prosta qissamda pulim qolmay qolibdi-da. Hozir u ishtonimda qolib ketdi. Bo'shtonimni kiyib chiqdim, oynalg'a olib bachalaman shuni. Bu Telefonim berasiz. men tilpangizni, birov tilpanni olib Necha qolmayman. beray? 50 million berib turalasizmi? 50 million siz g'irt masxara bo'lasiz-ku. Yo'q. Vakansiyaga yo'q dedingiz. Hazillashtiramanda, aytib hazillashamanda, keyin odamlar ichiga kirib olamanda, atagangizni berang. Nima qilasiz pullar? Chilonzorga ketishim kerak. Chilonzorga? Ha. Shu yerda. Ha. Bu yer qayer edi? Ha? Bu yer qayer edi? Drujbaga Drujba, ha. Faqatchi qancha kerak sizga? Beraring bir 500 mingmi, 200 ming. Yo'q, uncha pulim yo'q. Lekin ertaga qaytarib beraman pulingizni. Yo, mayli, ertaga qaytarib bermasam borishi, chunki yonimda maqtanish demang, prosta Men sanayman, bering. Ha? Men sanab beraman agar. Qaraysiz. Yo'q. 50 ming bo'ladimi? 50 ming? Ha. Ha, bo'l. Bo'ladimi? Aha. Yetadimi? Jetadi. Borishingizga qayerga borishim kerak dedi? Chilonzor tomonga olib ketolmaysizmi? Ha. Mashinangizga mindirib ketolmaysizmi Chilonzorga? Men taylab qo'ya olmaysizmi? Lekin boshqa joyga ketaman-da. Boshqa joyga ketasiz. Lekin pul berdim-ku, shunda men bu yerda qarang, taksiga o'tirib. bitta narsa aytaman, pul ham berdingiz, o'shaning yuzingiz shundaylar chiroyli ekanki, farishta ham sizchalik chiroyli emas. Ko'zingizdagi kulgishlarni men bu dunyoda ko'rmaganman. O'shaning hali dunyoning go'zali ham sizni oldingizda jilab jarasiz, sizni go'zalligingizni ko'rsa. Shuncha maqtov? Yo, rostdan juda ham chiroyli ekansiz. Qarang, kiyimlaringiz ham jarashgan, mana qo'llaringizning nozikligi paxtadan ham oppoqda. Ishonmaysiz. Sutdaysiz. Oppoq sutday chiroyli ekansiz-da. Chilonzorga taylab qo'ysangiz, lekin siz bu dunyoning eng yaxshi odami. Qayerga borasiz? Farqi yo'q, luboy joyga taylab qo'ysangiz ham bo'lar. Mindirasizmi? Men orqaga minaman-da, oldinda qo'rqaman. Orqaga minsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Orqaga. Orqada narsalarim bor edi-da. Yo'q, men tegmayman nershangizga. Yo'q, narsalarim просто yo'q. Ha. Faqat Siz qarang, eshiting. Buni maqtash aytmayapman, juda ham chiroylisiz. Go'zallik sizni. Jim ketasiz. Xo'p, gapirmay ketaman. Jim keting. Xo'p. Mashinangizda ham juda yoqda yoqan, xolodilnikka o'xshaygan bor-ku. Shaftoli. Yo'q, shaftoli yo'q. Lekin siz ko'zingiz yana aytaman, bu dunyoda eng go'zallik, haqiqiy go'zallik. Sizday odam men ko'rmaganman shu umrim mobaynida. Nima, buncha zo'rsiz? Men o'zim ham juda ham shaddod qizman-da. Yoqadi menga shunaqa, pozitiv insonlar menga juda ham yoqadi. Ismingiz nima? Otim G'ofir.